Shunaqayam malades qiz bo'lamanmi? Bor yo'g'i 1 soatda hech qanaqa qoliplarsiz shohona desert tayyorlab tashladim. Sizlar ham malades bo'lmoqchi bo'lsanglar, bu videoni tez saqlanib qilib olinglar. Men sizlarga to'liq retseptini qoldiraman. O'rta idishimizga 6 ta tuxum va 1 stakan shakarni solib, oppoq bo'lgunigacha ko'pirtiramiz. Tayyor massa ustiga 2 osh qoshiq asalni solib, mikserda birrov aralashtiramiz. Barcha quruq mahsulotlarimizni aralashtiramiz va elakchadan 2 ga 3 ga bo'lib, sekinlik bilan aralashtiramiz. Tayyor massamizni 2 ga bo'lamiz va oldindan qizdirilgan duxovka pechimizda pishirib olamiz. Juda ham tez pishib chiqadi. Qarab turinglar, mahsulotlarni to'liq grammini opisiyaga yozib qo'yaman. Bosh qizlar joylash shu joyda reklamная pauza. Endilikda Albina o'z profilidan xuddi shunaqangi idish tovoq naborlarini sotib olsanglar bo'ladi. Mehmon kutish uchun mo'ljallangan bu idish tovoq naborlarining ichida hamma mahsulotlarni topsanglar bo'ladi. Lagandan tortib, tarelkani har xil razmerlari, choynak, piyola, kosalarni. Vaqt ketkazib bozorda yurmasdan shu profildan xarid qilib olsanglar bo'ladi. Shirinligimizga qaytamiz. Kremi uchun qaymoq va varyoniy molokoni yaxshilab qattiq bo'lgunigacha ko'pirtirib olamiz. Sizlarga yana bitta lifehack: shirinlik yili mayin, sochni bo'lish uchun albatta har doim uni o'ziga mos bo'lgan propitka bilan propitka qilib olinglar. 4 qismga bo'lib olgan kojlarimizni har birini kremlab olamiz va ustiga oldindan qovurib olgan yergang'oqimizni solib, xolodilnikka 2 soatga yuboramiz. Ustini men iriska va shokolad bilan bezatib oldim. Ishonaveringlar, bu shirinlik sizni qayta yeyishga majbur qiladi. Qaynoqini kofe bilan dasturxonga tortsanglar, siz eng zo'ri bo'lasiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.